2026-yil litsenziyalangan firmadan Umra safariga bormoqchiman. Hikmat Travel kompaniyasida narxlari qanaqa bo'lyapti degan obunachilarimiz videomiz oxirigacha ko'rib turadigan bo'lsalaring, sizlarga chiroyli qilib narx-navolar sizlarga tanishtirib berishga harakat qilamiz. O'zi borgandan keyin sharoitlari qanaqa bo'ladi, 14 kunlik Umra safari ichiga nimalar kiradi, Hikmat Travelda to'lov masalasi qanday bo'ladi degan obunachilarimiz bugungi videoda hamma savollaringga javob olishlaring mumkin bo'ladi. Videoda boshidan bizga bitta like bosib, kanalimizda yangi bo'lsalaring obuna bo'lib qo'ysalaring, yangi videolarimizni sizlar birinchilardan bo'lib kuzatib borishlaring mumkin bo'ladi. Bizni qo'llab-quvvatlab tursalaring, men Abdug'affor akadan to'liq ma'lumot olishni boshladim. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Aka, biz obunachilar uchun boshdanoq reyslarni tushuntirib bersak aka, qayerdan bor aka? Avgust oyiga va sentyabr oyiga narxlardan ma'lumotlar bersangiz. Xo'p bo'ladi. Reyslarimiz kunlari 29-avgust va 30-avgust kunlari Farg'onadan bor, Vodiydan boraman demoqchi bo'lganlarga. $995 qilib beramiz bularning narxini. Xo'p, Toshkentdan avgust oyiga deyarli har kuni bor reyslarimiz. Oyda oxirigacha bemalol aloqaga chiqib joylarni bron qilsalaring bo'laveradi. Buni narxini $965 qilib beramiz. Xo'p, sentyabr oyiga Toshkentdan boraman degan obunachilarimiz uchun 4-sentyabr kuni bor, 5, 6, 7, 8, 11, 12 sentyabr kunlari reyslarimiz bor. Bularning ham narxini $965 qilib beramiz, xudo xolasa. Namangandan sentyabr oyiga reyslarimiz kunlari 3-sentyabr, 10-sentyabr, 17 va 24-sentyabr kunlari reyslarimiz bor. Bularning narxini $995 qilib beramiz, xudo xolasa. Bemalol aloqaga chiqib joylaringni bron qilsalaring bo'laveradi. Sentyabr oyiga masalan narx oshib ketishi mumkin, o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Sizlar agar joylarni bron qilib qo'ygan bo'lsalaring, xudo xolasa shu narxda uchib ketaverasizlarga, narx oshib ketgan bo'lgan taqdirda ham. Shu kelishuvda necha pul bo'lgan bo'lsa, shundan uchirib yuboramiz, xudo xolasa. Zo'r. Endi aka, joy bron qilish uchun nima qilish kerak? Sizlarda to'lov masalasi qanaqa bo'ladi o'zi? Xo'p, shu Telegram, WhatsApplarimiz ishlayapti. Xohlasa onlayn joylarni bron qilsin, pasportlarni tashlab berishsa, joylarni bron qilib qo'yamiz, rasmiy hisob raqam beramiz, bank orqali jindekkina o'sha viza pulini tashlab berishadi, qolganini aeroportda hisob-kitob qilaveramiz. Yoki bo'lmasam ofislarimizga kelib to'lov qilsa ham bo'laveradi. Ofislarimizning manzillari Toshkentda bor, Andijonda bor, Farg'onada bor. Xohlasa ofislarimizga kelsin, xohlasa onlayn joylarni bron qilsin. Bizga farqi yo'q. Qaysi biri o'zlariga to'g'ri kelsa, shundan qilib beraveramiz, xudo xolasa. Zo'r. Borishgandan keyin aka sharoitlari qanaqa bo'ladi? O'zi 14 kunlik Umra safar ichiga nimalar kiradi? Firma tomonidan nimalar beriladi? 50 bosh masalasi qanaqa bo'ladi aka sizlarda endi? Xo'p bo'ladi. Borgachganda Madina Munavvarada 200 metrdan 400 metrgacha gastitsiyalarimiz uzoqligi. Makka Mukarramada 1 kilometrdan 3 kilometrgacha gastitsiyalarimiz uzoqligi. Xo'p, avtobus xizmatlari yo'lga qo'yilgan lekin. Bundan tashqari firma tomonidan kamzil so'mka bejik beriladi. 50 boshi birga borib birga keladi, xudo xolasa. Qaytilayotganda 5 litr zamzam suvi bonus sifatida qo'shib beriladi. Madina Munavvarada 2 mahal, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlar. Joylashuvlar 4 kishilik, 5 kishilik joylashuvlar bo'ladi gastitsiyalarda. Xo'p, bundan tashqari Madina Munavvara ziyoratlari, Makka Mukarrama ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati ham bu turimizni o'z ichiga oladi, xudo xolasa. Bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib o'zlaring joylaring bron qilishlaring mumkin. Abdug'affor akaning o'zlarining nomerlarini qo'yib qo'yapmiz. Agar sizlarda qanaqadir savol tug'ilgan bo'lsa, telefon qilsalaring, xudo xolasa chiroyli qilib savollaringga javob olishlaring mumkin bo'ladi. Videomiz yoqqan bo'lsa bitta like bosib, Umra safariga bormoqchi bo'lgan qizlaringizga bu videoni yuborib qo'ying. Albatta qolganlarga foydali bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha